Ovulyatsiya kunini hisoblab, saqlanishga qanaqa qaraysiz? Xo'p, bu narsani har doim ham tavsiya eta olmayman, chunki ovulyatsiya kunlarida ovulyatsiyani atrofida 7 kun davomida saqlanish tavsiya qilinadi. Lekin ba'zi ayollarda, masalan, har doim ham kimdadir masalan 32 kunlik sikl bo'ladi, kimdadir masalan 28 kunlik sikl, ya'ni har doim ham o'sha ayolda doim shunaqa holat bo'lavermaydi. Masalan, kimdadir stress o'tkazgan bo'lishi mumkin yoki iqlim sharoitlari, ovqatlanishi, masalan, uyqusi buzilgan holatlarda ovulyatsiya vaqtliroq yoki kechroq bo'lib qolishi mumkin, birinchidan. Ikkinchidan, spermani yashovchanlik, masalan 3 kundan 5 kungacha deyiladi. O'shancha ovulyatsiyani o'rta kunlarida 7 kun oralig'ida aloqa qilish tavsiya qilinmaydi-da. Lekin ba'zi juda ham ko'p ayollar ovulyatsiya kuniga hali bor deydi-da, menstruatsiyasi tugashi bilan himoyalanmagan holda aloqa qilib qo'yadi. Shuni hisobiga, masalan, spermani yashovchanligi sal 5 kungacha cho'zilib ketib, ovulyatsiya vaqtliroq bo'lib qolib, kutilmaganda homilador bo'lib qolganlar juda ham ko'p. O'shaning uchun, masalan, sizni to'g'ri ovulyatsiya kunini hisoblab, masalan, 1 yil saqlanishingiz mumkin. 1,5 yil, 2 yil, 3 yil, lekin qachondir sizda homiladorlik bo'lib qolish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Sizda bo'lgan narsa boshqa odamga, "Yo, men doim saqlanib yuribman" shunaqa qilib tavsiya qilsangiz, u odamda vaqtliroq bo'lib qolishi mumkin kutilmaganda. O'shaning uchun tabiiy usulni har doim ham ishonchli hisoblanmaydi.